Assalamu alaykum qarindoshlar. Biz bugun hayotimizda intayin muhim va kundalik turmushimizda nihoyatda cho'ng rol o'ynaydigan bir mazmunni o'rganamiz. U bo'lsa-mu uzunlik, vaqt va ig'irlik o'lcham birliklari. Unda qo'sa biz oldi bilan uzunlik o'lcham birliklariga qarab boqayli. Kundalik turmushimizda ikki nuqta orasidagi uzunlik va musofani o'lchagan vaqtda bizning bu xil tipdagi uzunlik o'lcham birliklariga ehtiyojimiz bo'ldi. Unda bo'lsa tafsiliy bir tunishib chiqayli. Birinchisi nima debdi? 1 kilometr tang necha metr? Shundami? Biz buni hammamiz bilamiz. Necha metrga tang bo'ldi 1 kilometr degan? 1000 metr, shundami? Unda olsa 1 metr tang necha detsimetr debdi. 1 metr deganimiz 10 detsimetrga tang. 1 detsimetr tang necha santimetr debdi. Necha 10 santimetrga tang. Unda olsa 1 metr tang necha santimetr. 1 metr 10 detsimetr, 1 detsimetr 10 santimetr bo'lgandan keyin 1 metr degan 10 ni 2 qatim arqam-arq ko'paysam necha bo'ldi? 100 santimetr bo'ldi shunami. 1 santimetr tang necha millimetr debdi. 1 santimetr deganim 10 millimetrga tang. Unda bo'lsa 1 millimetr tang necha mikrometr debdi. Men bularning hammasini latincha harf bilan qisqartib yozdim. Unda bo'lsa bu grekcha harf, ya'ni grek harfi. Unda bo'lsa biz buni mio deb talaffuz qilamiz. Ya'ni inglizchada micro degan ma'noni ifodalaydi. Uyg'urchada bo'lsa mikro, kichik degan ma'nosi bor. Mio shunami? Unda bo'lsa 1 millimetr qancha mikrometrga teng debdi. Javobdan necha? 1000 mikrometrga teng. Unda bo'lsa 1 mikrometr teng qancha nanometr debdi. Javob 1000 nanometr. Ya'ni nanometrni biz hozir qadar eng kichik uzunlik birligi deb qaraymiz. Mushagicha o'rgansak bo'ldi. Unda bo'lsa 1 kilometr tang 1000 metr ekan shundami? Kilometrni metrga aylantirish uchun 1000 ga ko'paytirdik ekanmiz. Unda bo'lsa metrni kilometrga aylantirish uchun 1000 ga bo'limi. 1 metr tang 10 detsimetr, 1 detsimetr degan 10 santimetr shundami? 1 metr degan 100 santimetr. Ya'ni metrni santimetr qilish uchun 100 ga ko'paytimiz, santimetrni metrga aylantirish uchun 100 ga bo'limiz degan gap. Unda bo'lsa bularningki Uyg'urcha atilishi, yezilishini biz videoning osti qismiga chiqarib qo'ydik. Shu yerdan daftarimizga chiroyli xotira qoldirgandan keyin bularni pishiq yodlash kerak. Yodlab bo'lgandan keyin biz o'zaro nihoyatda qulay, universal bir shaklda bir uzunlik birligidan yana bir uzunlik o'lcham birligiga almashtira olamiz. Unda o'zi men bir qancha misol beray. Masalan, bizga odatda mesela imtihonlarda bunda savol chiqishi mumkin. 8 kilometr degan necha metr bo'ldi deb. Shunami? Kilometrni metrga aylantirish uchun qanday qildim? 1000 ga ko'paytirdim. Unda bo'lsa 8 ni 1000 ga ko'paysam 8000 metr. Shunami? Unda bo'lsa yana so'rashi mumkin. 12000 metr, ya'ni 12000 metr degan necha kilometr bo'ldi? Metrni kilometrga aylantirish uchun 1000 ga bo'laman. Shundami? 1000 ga bo'lsam 3 nol yo'qolib ketdi. 12 qanday kilo metr. Shunami? Unda bo'lsa yana boshqa savollar chiqishi mumkin. Masalan, mana o'xshash. 180 santimetr. Masalan, bir aylanning bo'y egizligi 180 santimetr keladigan. Unda bo'lsa bu necha metr? Ya'ni santimetrni metrga aylantirish uchun 100 ga bo'limiz. Shunami? Unda bo'lsa javobdan necha bo'ldi? 100 ga bo'lsam 1.8 metr bo'ldi. Ya'ni bir aylanning bo'y egizligi. Masalan, yana 3 metr, masalan, bir tomning egizligi 3 metr bo'lsin. 3 metr shundami? Unda bo'lsa bu qancha santimetr? Metrni santimetrga aylantirish uchun 100 ga ko'paytiraman. 3 ni 100 ga ko'paysam 300 santimetr. Ya'ni eng oxirisidagi bu o'lcham birliklarini, ya'ni atilishini cho'qim yozib qo'yish kerak. Hargiz bu 300 ga teng deb yozila olmaydi. 3 metr qanday bo'ldi ekan? 300 santimetrga teng bo'ldi. Unda bo'lsa biz navbatda 1 kilometrni nanometrga aylantirib boqaylik qanchalik bo'ldi ekan. 1 kilometr shundami? Men doskaga yozay. 1 kilometr yozdim. Unda 1 kilometrni metr qilish uchun men qanday qildim? 1000 ga ko'paytirdim shundami? 1 ko'paytirilgan 1000. Bu hozir metr bo'ldi. Metrni detsimetr qilish uchun yana 10 ga ko'paytirdim shundami? 10 ga ko'paytdim. Detsimetrni santimetr qilish uchun yana 10 ga ko'paytirdim, 10 ga ko'paytdim. Unda bo'lsa bu santimetr bo'lib qoldi shundami? Unda bo'lsa 1 santimetr degan 10 millimetr. Ya'ni santimetrni millimetrga aylantirish uchun yana 10 ga ko'paytdim. Millimetr bo'ldi. 1 millimetr degan 1000 mikrometr. Millimetrni mikrometrga aylantirish uchun qanday qilaman? 1000 ga ko'paytdim unda bo'lsa. 1000 ga ko'paytdim mana. Unda bo'lsa 1 mikrometr degan 1000 nanometr bo'lg'achqa, men buni yana 1000 ga ko'paytgan vaqtimda qanday bo'ldi? Bu hozir 1 kilometr shunami? Shunchalik nanometrga aylandi degan gap. Unda bo'lsa men buni yig'inchoqlab yozsam, bu yerda 3 nol bor shunami? Men unda bo'lsa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Yani bu qanday bo'ldi desa, 1 ko'paytirilgan 10'ning 12 derecesi. Bu 10'ning 12 derecesi degan bir derecelik san shunda, ama 10'ni 12 qatim orqa-marqa ko'payting degan gap. Unda bo'lsa 1 kilometr degan eng oxirsida 1 ko'paytirilgan 10'ning 12 derecesi nanometrga teng bo'lgan. Agar bu 1 kilometr bo'lmay, masalan 1 metr bo'lib qolgan bo'lsa, javobdan ne chiqdi? 1 ko'paytirilgan 10'ning 9 derecesi nanometr bo'ladi degan gap. Unda qo'zi biz navbatda vaqt o'lchamberliklariga qarab boqaylik. Odatda biz turmushimizda vaqt o'lchagan vaqtimizda bu xil tipdagi vaqt o'lchamberliklariga ehtiyojimiz bo'ladi. Unda bo'lsa biz tafsili bir tunishib chiqaylik. Bir asr tang necha yil deb tushunama. Nəhayət oddiy savol, hammamiz bilamiz. Necha yil bo'ldi? Bir asr degan 100 yil. Ya'ni biz 100 yilni odatda bir asr deymiz, shundami? Bir yil tang necha ay? Necha ay? 12 ay. Bir yil tang necha kun? Normalda 365 kun. Men normalda dedim shunda, ama alayda yilimiz bormi? Albatta. Bizning kabisa yil deydigan bir alayda yillarimiz bor shunda, ama bu yillarda 2 ay 28 kun emas, 29 kun. Bir kun ortiq bo'lg'achqa bir yil 366 kun bo'ldi. Buni ajoyib diqqat qilish kerak. Yani matematikada biz addiylashtirib, bir yil 4 ga butun bilansa, bu yil kabisa yil deb olamiz. Masalan, 2012, 2016, 2020, 2024 deganga o'xshash. Unda olsa bir kun necha soat? Necha soat bo'ldi bir kun degan? 24 soat, shundami? Bir soat necha minut debdi? Necha minut bo'ldi? 60 minut. 1 minut necha sekund? 60 sekund. 1 sekund necha millisekund debdi? Unda olsa javobdan 1000 millisekund. Buni qat'iy unutib qolmaslik kerak. 1 millisekunddan necha mikrosekund? Javob yana 1000 mikrosekund. 1 mikrosekunddan qancha nanosekund? Unda javob yana 1000 nanosekund. Biz bir qancha mashq ko'rib boqaylik. Masalan, odatda bizga imtihonda bunday savollar chiqishi mumkin. 4 yil necha kun bo'ladi deb, shundami? Unda 1 yil degan 365 kun. 4 ni 365 ga ko'paytgan vaqtimda javobdan necha? 1460 kun bo'ldi. Unda olsa, yani ma'qul tipdagi savollar chiqishi mumkin. 3 kun degan necha soat bo'ladi? 3 kun, shundami? 1 kun degan necha soat? 24 soat. Unda 3 kun degan 3 ko'paytirilgan 24 dan necha? 72 soat deganga o'xshash. Yana masalan 240 minut degan qancha soat bo'ladi? Shundami? 240 minut. 240 minut men 60 ga bo'lmashni, ama minutni soatga aylantirish uchun 60 ga bo'lsam necha bo'ldi? 4 soat bo'ldi. Unda bo'lsa biz bu vaqt o'lchamberliklarini pishiq o'rganib olgandan keyin birisidan yana birisiga nihoyat qulay bir shaklda o'zgartiramiz. Unda bo'lsa navbatda biz bir asrni nanosekundga aylantirib boqaylik qanchalik bo'ldi ekan. Bir asr shundami? Men do'stlarga yozay. Bir asr degan 100 yil, yani asrni yilga aylantirish uchun 100 ga ko'paytdim. Unda bo'lsa 100 ga ko'paytdim. Unda bo'lsa 1 yil degan 365 kun. Yilni kunga aylantirish uchun 365 ga ko'paytdim, shundami? Bir kun degan 24 soat. Kunni soatga aylantirish uchun 24 ga ko'paytdim. Bir soat degan 60 minut. Unda bo'lsa soatni minutga aylantirish uchun 60 ga ko'paytdim. Bir minut degan 60 sekund. Unda bo'lsa minutni sekundga aylantirish uchun yana 60 ga ko'paytdim. Bir sekund degan bayatdan ko'rdik, shundami? Bir sekund degan 1000 millisekund. Unda bo'lsa millisekundga aylantirish uchun yana 1000 ga ko'paytdim. Bir millisekund degan 1000 mikrosekund, unda olsa yana 1000 ga ko'paysa mikrosekundga aylandi, shundami? Eng oxirsida 1 mikrosekund tang 1000 nanosekund bo'lgan. Unda olsa yana 1000 ga ko'paytgan vaqtimda bu nanosekundga aylanadi. Unda olsa bir hisoblab boqay. Bu 365, 24, 60, 60. 60 necha bo'ldi? 3600. Ko'paytgan vaqtimda 31 million 536 ming bo'ldi, shundami? Unda olsa mayada 100, 2 0, 1000. Shundami? 9 0, unda 2, qanda 11 0. Yani 10'ning 11 derecesi degan gap. Bu derecelik san 10'ni 11 qatim orqa-marqa ko'payting degan ma'noni ifodalaydi. Yani bu 0'ning keyniga 11 tal 0 qo'shib qo'ysakmi bo'ladi. Unda bo'lsa men buni ilmiy bir shaklda yozgan vaqtimda 3 dan keyin xani ayırıp beraman, shundami? 3 dan keyin ayırıp bersam 3 butun 10 mingda 1536. Necha xani ayırdim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Unda olsa köpeytilgan 10'ning 11'ga 7'ni qo'shib birimiz 18 derecesi. Yani en ahirisi bir əsr qanda 3,10 1536 köpeytilgan 10'ning 18 derecesi nanosekund bo'lgan. Onda olsa bu vaqt ölçen birliklerini pişik yatı bilish kerak. Sekundni minutga aylanadigan vaqtda 60 ga bölimiz mesela shunda, ama anadagi millisekundni mikrosekundga aylanadigan vaqtda mingga ko'paytimiz, nanosekundni mikrosekundga aylanadigan vaqtda mingga bölimiz degandek. Onda olsa biz en ahirda ig'irlik ölçen birlikleri qarab baqaylik. Yani turmuşimizda bir narsaning ig'irligini ölçegen vaqtda biz bu xil tipdagi ig'irlik ölçen birliklerini ishlatamiz. Onda olsa 1 tonna necha kilogram debdi. Hammamiz bilamiz shunda, ama necha 1000 kilogram. Yani biz 1000 kilogram ne adette 1 tonna deymiz. 1 kilogram neçi gram? Onda olsa cevaptan yana 1000 gram şuna, ama 1 kilogram neçi cin depti. Adette biz gösterip vagan vaqtda bek işletimiz şuna, ama 1 kilogram 2 cin. Onda olsa 1 gram neçi milligram? Yani 1000'ga köpeytime 1000 milligram buldu. 1 cin neçi ser? Ser şuna, ama altın kümüşni biz adette ölçegen vaqtda 1 ser altın, 2 ser kümüş degenge o'xshash. Onda olsa 1 cin degan necha 10 sergeten. 1 tonna necha kilogram necha gram debdi. Tonnani kilogramga aylantirish uchun 1000 ga ko'paytirdim. Unda olsa 1000 kilogram, kilogramni gramga aylantirish uchun 1000 ga ko'paytirdim. Yana 1000 ga ko'paysam, 1000 ga ko'paysam 1 million. Shunda, ama 3360. Unda olsa 1 kilogram necha cin necha ser debdi. 1 kilogram baytın dedik shunda, ama 2 cin. Men 1 cinni 10 ser dedim. Unda olsa 2 cin degan necha bo'ldi? 20 ser bo'ldi degan gap. Unda olsa en ahirda so'zlab qo'yilgan yana bir narsa. Bu 1 kilogram degan necha 1000 gramga teng shunda, ama 1000 gram deganim bu yerda necha bo'ldi? 20 ser bo'ldi. Yani 20 ser kumush qanda 1000 gram kumushga teng degan gap ig'irligi. Unda olsa men bu tenglikning oldi keynini 20 ga bo'lgan vaqtimda bu yerda 50 qolib qoldi shunda, ama 50 gram teng necha 1 ser bo'ldi degan gap. Unda olsa yani bir qancha til mashq qilib baqalam, masalan 1 tonna necha 1000 kilogram ekan. Unda olsa masalan 3 tonna bo'lsa, men T bilan ifodalasam 3 tonna degan 3000 kilogram bo'ldi. Shunda, ama unda olsa masalan 8000 gram bo'lsa necha kilogram bo'ldi? 1000 ga bo'lsam 8 kilogram degan gap. Unda olsa masalan bizga 40 ser oltin, yani 40 ser bo'lsa qanchalik bo'lgan? Mesela bir yerde biz 20 serine 1000 gram dedik şuna, ama ondan sonra 40 ser degen 2000 gram buldu degan gap. Yani mallarni pishaq yatib olgan vaqtimizda biz amaliyotda ig'irlik o'lcham birliklari orasida birisidan yana birisiga qulay bir shaklda o'zgartiramiz. Unda qolsa bugungi darsimiz uzunlik, vaqt va ig'irlik o'lcham birliklari mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.